بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن علينا قيام شهر رمضان Ramazon oyining ro'zasini tutmoqlikni farz qilgan Alloh taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Ramazon oyining kechalarini bedor o'tkazmoqlikni sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu. Azizlar, kecha Ramazon oyi va unga tegishli bo'lgan bir qancha fazilatlar to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishib o'tdik. Va ana shu fazilatlarning eng ulug'ini Qur'oni Karimning o'zi bayon etganligini, u ham bo'lsa shu oyda Allohning kalomi bo'lmish Qur'oni Karimning nozil etilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bilan ham tanishib o'tdik. Qur'oni Karimga bir oz targ'ibot qildik. Uni hech bo'lmasa ma'nolarini o'zbekcha izohli tarjimalardan o'qib tushunishlik kerak ekanligini aytib o'tdik. Alhamdulillah, o'sha so'zlarimiz, kechagi va'z irshodlarimiz bejiz ketmaganligini, o'zini samarasini berayotganligini guvohi bo'lib turibmiz. Chunki kecha xatmdan chiqayotganimizdayoq bir qancha muxlislar kelib, qori akamizdan Baqara surasining nechinchi oyati karimalariga kelganliklarini, taxminan qaysi betlar ekanliklari to'g'risida savol so'radilar. Bizni o'zimizdan ham kelib so'radilar. Qolaversa, kecha aytdik, Shayx hazratlarining o'sha 30 pora Qur'oni Karimni bitta kitobga jamlab, unda ma'nolarining izohli tarjimalarini chiqargan shu qisqa muxtasar tarjima, shuni o'qisa ulgursa bo'ladi deb tashviqot qilgan edik. Alhamdulillah, bugun shu kitobni qidirganlar, istaganlar, so'raganlar ham talegina bo'ldi. Demak, so'zimiz quruq ketmabdi. Alhamdulillah, o'zini bir oz bo'lsa-da natijasini beryotibdi. Bu bizlar bilganimiz xolos. Bizlar bilmaganimiz ham bugun mana shu joyga kelgunigacha kecha o'qilingan bir pora Qur'oni Karimning ma'nolarini o'qib, ancha-muncha ma'lumot olib, yanada qiziqish, yanada rag'bat paydo bo'lganlar ichlaringda ko'p. Kelinglar, ana shu rag'batni bugun yana bir oz alangalatish uchun, shu rag'batni yanada kuchaytirish, quvvatlantirish uchun Qur'oni Karimga tegishli bo'lgan ba'zi bir fazilatlar to'g'risida ma'lumotlar bilan tanishib o'tishga harakat qilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir hadis shariflarda aytadilar-ki: "Innallazi laysa fi jawfihi shay'un minal Qur'ani kal baytil kharibi." Qaysiki insonning ichida Qur'ondan biror bir narsa bo'lmasa, shu inson xaroba uy kabidir dedilar. Demak, o'zi mo'min, musulmon, lekin uning ichida, qalbida, vujudida Qur'ondan hech narsa yo'q. Qur'on o'qishni bilmaydi, uni tafsirini ham bilmaydi, tushunmaydi, tajvidni ham bilmaydi, hattoki alifbosini ham tanimaydi. Demak, bunday insonlarning ichi, butun jismu jasadi go'yoki xaroba uy kabidir. Shunday uylar bo'ladi. Tashqaridan qaraganingizda qasr, saroy, inson havas qiladi, lekin ichiga kirganingizda qalbingiz siqiladi. Uyga sig'may qolasiz. Ko'zingizga dunyo tor ko'rinadi va uni lo'ndagina qilib bir befayz uymikan deysiz. Undan ko'ra o'zimning kulbam yaxshi. Undan ko'ra o'zimning samon suvoq bo'lgan, loydan qilinilgan uyim yaxshi. Odimigina bo'lsa ham deb aytasiz. Ha, insonning jism va jasadi ham xuddi uy kabi ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunga o'xshatyaptilar. Insonning tashqi ko'rinishini ko'rib, uning qaddi qomatini, kelishganligini, jism va jasadlari bir-biriga qanday ham mutanosib ekanligini ko'rib, unga mahliyo bo'lasiz. U bilan suhbatlashgingiz keladi. Koshki shu inson bilan bir ozgina bo'lsa-da
suhbatlashsam, ozgina birga o'tirsam, balki suhbatdan bahramand bo'lib tanishsam, koshki shu insonning yaqinlaridan biri bo'lsam deysiz. Ammo suhbatlashib ko'rganingizda qalbingiz siqilib ketadi. Butun dunyo ko'zingizga tor ko'rinadi. Chunki tashqi ko'rinishi go'zal bo'lgan, kelishgan bo'lgan bu insondan bir tomchi ham ma'naviyat chiqmaydi. Bitta so'z ham foydali bir pandu nasihat chiqmaydi. Faqatgina shikoyat, faqatgina arzudod, faqatgina norozichilik yoki fahsh so'zlar, g'iybat, bo'xton, tuhmat va hokazo. Chunki Allohning kalomi bo'lmagan jism va jasadda Allohning kalomidan boshqa hamma narsa bo'ladi-da. Allohning kalomidan boshqa hamma kalomlar esa albatta xatosi bor. Albatta nuqsoni bor. Uning ichida fahshi bor, yolg'oni bor, tuhmati bor, bo'xtoni bor, g'ibati bor. Lekin Allohning kalomi bunday illatlarning barchasidan pokdir. Shuning uchun biz qalbimizni haqiqiy obod bir uyga aylantirmoqchi bo'lsak, Allohning kalomini qalbimizga joylashtiraylik, toki qalbimizda Allohning kalomidan boshqa narsaning kalomiga joy qolmasin. Azizlar, ulamolarimiz aytadilarki, Qur'oni Karimni o'qishlik Alloh bilan hamsuhbat bo'lishlikdir. Allohni sog'indingizmi? Alloh bilan diydorlashmoqchi bo'lyapsizmi? Alloh bilan suhbatlashish niyatingiz bormi? Alloh bilan muloqotga kirishmoqchimisiz? Marhamat, oldingizda Qur'on turibdi. Oching, o'qing. Allohning kalomini tinglang. Allohning kalomini tinglagandan so'ngra, o'qigandan so'ngra o'zingizni so'zingizni ham Allohga ayting. Ya'ni iltijolaringizni so'rang. Duolaringizni Allohdan so'rab oling. Alloh esa o'zini kalomini o'qilgandan keyingi duolarni ijobat qilishligi to'g'risida va'dasi bor. Biz azizlar ana shunday muhim bir fursatda turibmiz. Ramazon oyida shaytonlar kishanlangan. Nafslarimiz esa roza tutmoqligimiz bilan sindirilib borilyapti, kundan kunga jilovlanib boryapti. Shundoq ekan Allohning kalomini o'qimoqlikka 150% bizda rag'bat kuchayib boradi. Kundan kunga qiziqish alanganlanib boradi. Endi Qur'onni ochganimizda uni bekit, undan ko'ra telefoningni kavla. Uni bekit, undan ko'ra oynay jahonni ko'rmaysanmi? Undan ko'ra futbolni ko'r, undan ko'ra boshqa narsani ko'r deyotgan vasvasalar endi bizni qalbimizga kela olmaydi. Chunki vasvasalarni olib kelayotgan shayton kishanlangan, zanjirband qilingan. Faqat o'zimizning ichimizdagi nafsimiz, shahvoniy hirslarimizni bir oz bo'ysundirsak bo'ldi. Qolganini Allohning kalomini tilovat qilmoqlik bilan qalbimiz inshaalloh taskin topadi. Azizlar, bir odam bilan suhbatlashishlik uchun yoki bir millat vakilidan siz do'stingiz bo'lsa, yoki aytaylik mayli o'qish yoki ish uchun boshqa bir mamlakatga bormoqchi bo'lsangiz, shuni tilini o'rganishga harakat qilasiz. Hozir alhamdulillah mustaqillik, hurriyat sharofati bilan shahrimizda kurslar ochilmagan tilni o'zi yo'q. Barcha tillarga o'quv kurslari ochilgan. Ingliz tili xuddi ona tilidek bo'lib ketdi. Rus tili deysizmi? Arab tili deysizmi? Xitoy tilimi? Yapon tilimi, Hind tilimi, Urdu tilimi, har qanday tilni o'rganishingiz mumkin. Va yoshlarimiz o'rganyaptilar ham. Avvallari 2 ta, 3 ta, 4 ta tilni biladi desa, juda ham katta alloma hisoblanar edi. Hozir talabalarimiz kamida 3 ta, 4 ta tilni bilib qo'yyapti. Ingliz tilida ona tilida gaplashgandek suhbatlashyapti. Mana men o'zim kuni kechagina Janubiy Koreyaga xizmat yuzasidan borib keldim. 40 mingdan ortiq yurtdoshlarimiz bor ekan. Koreys tilida, ona tilidagidek bemalol bulbulday sayrab gaplashishyapti. Ko'rsangiz havas qilasiz. Bir tilni bilishlik, bir xalqni bilishlik degani. Bir tilni bilishlik uning madaniyatini, uning ma'naviyatini, uning tarixini, uning kelajagini bilishlik degani. Bu juda ham katta xazina, juda ham katta boylik, alhamdulillah. Yurtimizda mana shu tillarni o'rganmoqlikka hamma imkoniyatlar bor. Ish uchun yapon tilini o'rganamiz u. Kerak bo'lsa turmush o'rtog'imiz bir millat vakili bo'lsa, turmush o'rtog'im bilan gaplashaydi, boshqa o'shani turmush o'rtog'imizning tilini o'rganamiz u. Rahbarimiz boshqa bir millat bo'lsa, shuni ko'zi ko'rinayin, yaxshi ko'rinayin deb, shuni tilini o'rganamiz u, urf-odatini o'rganamiz u, shunga taqlid qilamiz u. Lekin bizni yaratib qo'ygan, sihat salomat jism jasadni berib qo'ygan, masjidda to'plab qo'ygan, boshimizga Ramazonni soyabon qilib kelgan bergan, nima uchun bunchalik beparvomiz? Nima uchun Qur'oni Karimga bizlar himmatsizmiz? Nima uchun Qur'oni Karimga oddiy bir millatning tilini o'rganishga bo'lgan rag'batimiz yo'q? Axir o'sha tillarni o'rganishlik asnosida davomida Allohning kalomini ham o'rganib qo'yaylik-da.
Mayli arabcha so'zlashni o'rganmang, chunki juda ham murakkab. Lekin Qur'onni botajvid o'qishlikni o'rganing. Qur'onning alifbosi 28 tagina harfdan iborat bo'lsa, Ramazon oyi bir oy bo'lsa, agar kunda bir donadan harf o'rganganingizda ham Ramazon oyi tugaganda siz ahli Qur'onga aylanib qolasiz. Lekin 25 yildan beri mustaqil bo'lganimizga hali ham Qur'on alifbosini bilmayotganlar bor. 80 ga kirib hali Qur'on alifbosini bilmayotganlar bor. 70 ga kirib hali Qur'on alifbosini bilmayotganlar bor. 40 yildan beri namoz o'qiydi, lekin Qur'on o'qishni bilmayotganlar yo'q emasmi? Qachon Robbimiz bilan suhbatlashamiz? Qachon Robbimizning tilini o'rganamiz? Qachon uning kalomini tushunadigan darajada, to'g'ri o'qiydigan darajada ilmli, ma'rifatli bo'lamiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rabdilar. Allohga bandani eng yaqin qiladigan amal nima? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, eng Allohga qurbat hosil qiladigan amal tushishi bilan yana qayta boshlanishi debdilar. Ya Rasululloh, u tushishi bilan yana qaytishi nima deganingiz u? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, Allohning kalomini o'qib tugatib bo'lishing bilan yana qayta xatmni boshlamoqliging shu bo'ladi. Shu Allohga eng yaqin, Allohga mahbub amaldir degan ekanlar. Ha azizlar, bizlarni Allohga eng yaqin bo'ladigan holatimiz sajda holatimiz bo'lsa, shu sajda ham tilovatsiz ro'yobga chiqmaydi. Sajdadan avval tilovat bo'lish kerak, Qur'ondan o'qilish kerak, ana undan keyin sajda ro'yobga chiqadi. Oddiy sajdadan o'zi sajda bo'lavermaydi. Oldida qiyomi, tilovati, rukusi bo'lish kerak. Undan keyin sajda mukammal holda amalga oshadi. Endi yana Allohga namozdan tashqarida bandaning eng qurbat hosil qiladigan, bandaning eng mahbub amali Alloh uchun Qur'oni Karimni o'qib tugatib, yana boshqatdan boshlamoqlik ekan. Buni qarang, buni eng mo'tabar amalni hammamiz imkoniyatimiz bor, shuni o'rganib olmoqlikka alhamdulillah. Haqiqatan ham shu eng buyuk bir amaldir. Shuning uchun ham ulamolarimiz mana xatmi Qur'onlarda necha yillardan beri ishtirok etasizlar. Qorilarimiz xatmni yakunlab, Sura-i Nosni o'qib bo'lganlaridan so'ngra oxirgi rakatda yana Sura-i Fotihadan va Sura-i Baqaradan boshlayib qo'yishadi. Sura-i Baqaradan bir necha oyati karimalarni o'qib, keyin Subhana robbika robbil izzati oyatini o'qib, xatmni yakunlashadi. Nimaga? Nima uchun shunday qilinadi? Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq. Ya'ni tushishi bilan yana qayta boshlanadigan degani shu bo'ladi. Xatm tugallanishi bilan yana qaytadan Baqara surasidan boshlab qo'yish kerak ekanda, go'yoki biz xatmga tayyormiz. Bundan keyingi xatmni ham boshladik deyilgan bo'lar ekan. Shunda shaytonning beli sinar ekan. Shayton Qur'oni Karimning xatmi yakunlanganda xursand bo'lar ekan. Yakunlandi, endi bo'ldi. Endi o'qimaydi, boshqa tamom. Bir yilda bir marta Ramazonda o'qiydi bular. Ramazon tugavosin, keyin bularga ko'rsataman deb maqtanib turgan paytida xatmi Qur'onni yakunlab turib yana Baqara surasidan tushsa, shayton dod deb yuborar ekan. Bu yana xatmini boshladi qaytadan. Yana Allohning kalomini qaytadan o'qishni boshladi. Demak, bu tinimsiz holda, uzluksiz holda umri davomida xatm qilib boradi shekilli deb dodlab yuborar ekan. Ulamolarimiz xuddi mana shu hukmdan ajoyib bir hikmatni olganlar. Aytadilarki, tahorat qildingiz abdastada, bir idishda suvni olib tahoratni qildingiz. Tahorat qilib bo'lganingizda idish bo'shaydi. Shunda shayton xursand bo'lar ekan, idish bo'shadi. Keyingi tahorat qilishiga suv yo'q der ekan. Ulamolarimiz aytadilarki, shuning uchun bo'shagan abdastani tahorat qilib bo'ldingizmi, yana suvga to'ldirib qo'ying, shayton chirillab, dodlab yuboradi. Yanagi tahoratga siz tayyorsiz, tahoratni sinishi bilan yana tahorat olaman degan qasdni qilib turib, abdastdan to'ldirib qo'ysangiz, shaytonning beli sinar ekan. Qoq ko'kragiga nayza sanchigandek bo'lar ekansiz. Ammo abdastdan bo'shatib, tahoratni qilib tashlab ketsangiz, shayton xursand bo'lar ekanki, abdastasi bo'shadi. Endi bu tahorat qila olmaydi. Yana qachon tahorat qiladi-ku, endi bu tahorat qilishga erinadi der ekan. Va vasvasa qilar ekan, tahoratingiz endi bo'ldi, endi hadib tahorat olaverasanmi? Allah ko'rib turibdi-ku, kechiradi o'zi, qo'yi. Alloh G'afur Rahim bo'lgan zot. Bir marta tahorating sinsa, namoz o'qimasang o'qimabsan-da, keyingi safar tahorat olganingda qazosini o'qib olarsan deydi. Ammo abdastdan to'ldirib qo'ysangiz-chi, shaytonga siz go'yoki, yo men tayyorman. Tahoratim 10 marta sinsa 10 marta tahorat qilaman, 100 marta sinsa 100 marta tahorat qilaman, chunki abdastam doimo suvga to'la degan ma'no bo'lar ekan. Ha azizlar,
Bizlar ham ana shunday fursatda turibmiz. Allohga hozir eng qurbat hosil qiladigan amallardan ikkitasini ro'yobga chiqarayotgan bandalarimiz. Birinchisi sajda holat. Alhamdulillah. Tarovih namozini o'zida 20 rakatda necha marotaba sajda qilyapmiz. Xatmi Qur'onni boshlaganmiz. Bugun mana ikkinchi pora ham yakunlanyapti. Buni inshaalloh oxiriga yetkazdirganimizda yana boshidan bir boshlab qo'yar ekanmiz. Eng duo qabul bo'ladigan joy. Allohga eng mahbub bo'lgan amalni payoniga yetkazdirgan bo'lamiz. Bundan ham ulug'roq amal bormi? Alloh bizlarga shunday ne'matlarni beribdi. O'ziga qurbat hosil qilmoqligimiz uchun bajariladigan amallarni bajarmoqlik hidoyatini, tushunchasini, tuyg'usini bizning qalbimizga solibdi. Shu tuyg'udan mahrum bo'lgan millionlab insonlar yo'q emasmi? Alloh xohlasa bizlarni ham o'shalardan qilib qo'yishi mumkin edi. Xohlasa o'shalarni safiga qo'shib qo'yishi mumkin edi. Lekin Alloh bizlarni shunday shinam, salqin, bahavo Baytullohda jamladi. Allohning o'zi rahmatlari yog'ilib turgan joyda jamladi. Endi bir oz himmat qilaylik-da azizlar. Bir oy davomida Qur'on o'qishni bilmaganlar alif, b, t, s deb boshlab hech bo'lmasa o'rganib qo'ysin. Umid qilamizki, kechagi suhbatlarimizdan keyin bir qancha odamlar Qur'oni Karimning ma'nolarini, izohli tarjimasini o'qishga kirishdi. Bugungi suhbatimizdan keyin inshaalloh hech bo'lmaganda alifboni yod olishlikka, uni bir-biriga qo'shib, jumlalarni chiqarib, so'zlarni urishtirib bir-biriga o'qishlikni o'rganadi degan umidimiz bor. Siz o'ylamang hech qachon. Qur'onni kirillchadan yodladim-ku, lotinchadan yodladim-ku, Qur'onni o'qib turibman-ku deb beparvo bo'lmang. Beparvo bo'lmang. Hech bo'lmasa oddiy bir millatning tiliga bo'lgan himmatingizni Allohning kalomiga hech bo'lmasa bag'ishlang. Robbil alamin sizni quruq qo'ymaydi. Robbil alamin ajr mukofotini ko'paytirib beradi. Robbil alamin shu harakatingiz tufayli sizni ahli Qur'onga aylantirib, qalbingizni eng obod uyga aylantirib qo'ysa hech gap emas. Allohning kalomi joylashgan qalbda hech qachon inshaalloh boshqa narsalarga joy qolmaydi. Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh Alloh taolani bir necha marotaba tushlarida ko'rgan ekanlar. Oxiri o'zlariga o'zlari va'da berdilar. Ya Robbim, agar seni yana bir marta tushimda ko'rsam, senga eng mahbub bo'lgan amal to'g'risida sendan so'rayman degan ekan. Ittifoqo yana tushlariga Alloh subhanahu va taolo kirdi. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh, ya Robbim, senga bandani eng yaqin qiladigan amal nima deb so'radi. Alloh taolo aytdiki, mening kalomimni bandam tilovat qilmoqligidir ey Ahmad dedi. Ahmad ibn Hanbal so'radilar, ya Robbim, ya Alloh, banda seni kalomingni tilovat qilganda tushunib tilovat qilishimi yoki tushunmasdan tilovat qilishimi? Alloh taolo Ahmad ibn Hanbalga javob bergan ekan, tushunib ham tushunmasdan ham tilovat qilsa bandam menga eng yaqin bandaga aylanadi degan ekan. Ana shunday imkoniyatni qo'ldan boy bermaylik. Men aytmoqchi emasman arab tilini mukammal o'rganing deb, chunki o'ta murakkab til u. Bir necha yillar davomida o'qishga to'g'ri keladi. Lekin Allohning kalomini botajvid o'qishni o'rganib oling. Tushunsangiz, tushunmasangiz ham o'qing. Allohga eng yaqin muqarrab bandaga aylanasiz-ku. Yana qanday mukofot kerak? Yana qanday imkoniyat kerak? Yana qanday imtiyozlar kerak bizlarga? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Varotilil Qur'ana tartila. Alloh taolaning o'zi aytadi, Qur'onni tartil, botajvid o'qinglar deydi. Qur'onni botajvid o'qimoqlik har bir musulmon uchun farzdir. Illo zaboni yo'qlardan tashqari. Hammaga farzdir. Kattami, kichikmi, imommi, noibmi, mutavallimi, qarovulmi farqi yo'q. Mardikormisiz, bog'bonmisiz, dehqonmisiz? Har bir musulmonga Qur'onni botajvid o'qimoqlik farzdir. Namoz durust bo'ladigan darajada hech bo'lmasa 4 ta surani botajvid o'qib olmoqlik har bir musulmon uchun farzdir. Agar shu farzni bajarmasangiz, bilingki ibodatingiz noqis. Bilingki Alloh taoloning oldiga borganda sharmanda bo'lasiz. Yana bir narsani tushunib qo'yaylik. Arab tilida bulbulday sayrashlikning o'zi ham agar amal bo'lmasa, ixlos bo'lmasa foyda bermaydi. Ikkalasini jamlash kerak bir juda, mujassam qilish kerak. Ana shunda inshaalloh manfaat beradi. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomi sharifini o'rganib, uni qalbimizga jo etib, butun vujudimizni obod qalbga, obod jism va jasadga, obod uyga aylantirmoqligimizni o'zi muvaffaq aylasin. Bu boradagi mashaqqatlarni oson qilib, qiyinchiliklarni o'zi yengil aylab, hozir Alloh
o'zingni kalomi sharifini alibosini o'rganaman deb qasd qilib turganlarni Alloh maqsadlaridan afzaliga o'zing yetkazdirgin, o'zing mukofotlagin, taqdirlagin. Qalblariga Qur'onni jo qilgin. Uni ahkomlarini hayotga tatbiq etib bormoqlik baxtiga muvaffaq aylagin. Himmatiga Alloh o'zi himmat qo'shgin, rag'batiga rag'bat qo'shgin, saxovatiga saxovat qo'shgin, kalomi sharifinga muhabbatli qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arham.